Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana nechinchisi? 30 mi? 31 mi? 30 oktyabr. Tekstilda Farg'onada 3 xona uyga kotel o'rnatib, kecha tugatildi avtomatda. Teskarim yonilsa 50 da turibdi. Obratkasi ham necha ekan? 45. Nasos расширитель tepada, расширитель kanalizatsiya ulangan. Dimoxod oshxonani o'zida qolgan. O'zini dimoxodiga tiqib qo'yilgan. Bet oshxona bo'lgan. Oshxona tashqariga ko'chirilgan balki. Bu yerda 3 ta xonaga o'tkazilgan. Mana bu yerda truba kirgan, panelni dom, radiator bitta qo'yilgan, o'tkazilgan. Panelni dom, bu panelni domni qilguncha, teshguncha mana bu joyda ikkinchi radiatorimiz, bu tomonda uchinchi radiator. Burası iş bitti. Mana 3 xona uy. Hammaga omad. Endi keyingi ishga haydaymiz. Usta mana Jahongir, Farg'onada. Shogird. Men yo'q bo'lsam shu qiladi betlarni.